3 million nimaga ekan buni? 2 million 900 ming so'mdan hammasini olgan odamga. Hammasidan bir joyga olsa 2 million 900 mingdan bor ekan. Barakasini bersin aka. Xudo Ular uchun puli yengilidan ham bor. bormi? Qanchaligi ham bor aka. 2 million 200 ligidan ham bor. Videoni oxirigacha ko'rib turibsiz. Endi aka, Dilshod aka bularni chiroyli qilib maqtavryapmiz. Narxi qanaqa bo'ladi aka, narxi? Narxi o'ta yengil. Nechi pul? Sherzodbek 32 33 yo'q. Hop. Nechi pul qilamiz buni? Keyin qo'lni bering. Sherzodbek hammasini olsin. Hop. 3 milliondan. 3 million so'mdan? 3 milliondan hammasini olsin bir joyga. Sherzodbek videoni boshida aytdim-a? 2 million 200 mingga dedim-a? Hop. Mana mana shu qo'y. Ozmoz o'tib bering endi buni. Bo'ldi. Hammasini olsin 5 million 200 mingdan. 5 million 200 ming so'm, 100 ming o'tadi solasizmi? Sunnatiga yana 100 ming o'tgan ekan, hammasini olgan odamga. Obunachilarga, menga emas. Bo'ldi, mana obunachilar uchun, sizlar uchun 5 million 100 mingdan olinsin. 5 million 100 ming so'mdan Bir hammasini joyga. olgan odamga. Hammasini Dastlabkasi olganga. qanaqa bo'ladi? Dastlabkasi. Akalar, bahor kelib akalar, xudo xolasa, ko'klam keldi. Sezon boshlandi akalar. Qo'ylarning ham narxi tushdi akalar. Xudo xolasa, sizlarga zo'rlarni chiqarib boramiz. Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanali obunachilari. Bizni kuzatuvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, xudo xolasa, sizlarga akalar mana shunday barra qo'zlarda zo'rlarni chiqarib boramiz akalar. Bugungi sanamiz 24-mart 2026-yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani akalar, Sariq qishlog'ida Dilshod akamiz qo'rlagan akalar mana shunday barra qo'zlarda sutga to'ygan polvon variantidan akalar chiroyli qilib syomka tayyorlaganmiz akalar. Videoda qarshisiga yaxshilab o'tirib, videoda oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz akalar. Xudo xolasa bularda to'liq ma'lumotlarni Dilshod akamiz o'zlaridan beramiz. Dilshod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maza yaxshimi aka? Tuzimsiz? Yaxshimi? Assalomu alaykum obunachilar. Tuzimsizlar? Sizlar uchun qo'yni zo'rlarni olib keldik. Barra qo'zlarni yaxshilardan xudo xolasa. Boshlandi, xudo xolasa. Yashang aka, Alloh rozi bo'lsin. Endi bugungi qanaqalardan chiqaramiz aka? Sizlar uchun puli yengilidan ham bor. Bormi? Qanchaligi ham bor aka? 2 million 200 ligidan ham bor. Videoni oxirigacha ko'rib turibsiz. Videoda oxirigacha ko'rishadi akalar. Xudo xolasa 2 million 200 ming so'mdan barra qo'zi akalar. Xudo xolasa sizlarga bemalol tavsiya qilamiz. Aytishyapti, tovuq narxida qo'y chiqarib beraman deyapti. Lekin sizlarga akalar bemalol mana shu qo'ylarni ham tavsiya qilamiz. Sutga to'ygan akalar, simjum variantidan akalar, maza qilib boqasiz uyingizga akalar, sutga to'ygan, hashakka tushgan variantidan akalar. Xudo xolasa. Endi aka bularning soni nechta? Bularda soni 10 ta. 10 dona. Sherzodbek. Yosh o'yligi qanaqa? Bularda yosh o'yligi 2,5 3 oylik nari. 3 oylik atrofidagi, 2,5 3 oylik atrofidagi barra qo'zlar akalar. Xudo xolasa hamma joyda sog'lom akalar. Yeb ichari kombayn variantidan akalar. Aytishadi, ko'pchilik u barralar qaytib ketadi, hasha yemaydi, sutga to'ymagan, u bu deyishadi. Lekin sutga to'ymaganda akalar manaqa badan, akalar bunaqa dumbani yig'ib bo'lmas akalar. Sutga to'ygan, hashakka tushgan varianti. Sizlarga bularni bemalol tavsiya qilamiz akalar. Ko'ring. Mana, polvonidan akalar, xudo xolasa. 2,5 3 oylik qo'zilar. 2,5 3 oylik atrofidagi sutga to'ygan, o'ta hashakka kirgan bular. Tavsiya qilamiz endi. Bir hafta sinov. Aka, bularda sog'liklari qanaqa aka? Sog'liklari? Sog'liklari bir hafta garantiya. Bir hafta garantiyasi bor. Yeb-ichariga, boshqasiga bir hafta sinab olishadi, behijolat. Behijolat sinov soni 10 ta. Soni 10 ta aka. Hammasi sog'liq. Hammasi sog'liq, ha? Hammasi sog'liq. Hammasi sog'liq aka. Xudo xolasa sizlarga obunachilar bemalol tavsiya qilaveramiz. Bir joyga olib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Bir qo'ra, bir em. Bir qo'ra, bir em akalar. Xudo xolasa qo'chqorlarimiz sog'lom, yeb-icharilar a'lo darajada akalar. Xudo xolasa uyingizga bor akalar, men qo'y ko'paytiraman. Bu yildan keyin suluv qilib o'zim boqaman degan obunachilarimizga akalar tavsiya qilaveramiz. Maza qilib uyingizga borasiz. Bu qo'chqorlar, bu sog'liqlarimiz akalar, xudo xolasa bunaqa paytga akalar mana shu 10 tangiz ichida egizak chiqib qoladigan bo'lsa, boshqa-yu, lekin bir donadan tuqqanda balki 20 ta bo'ladi akalar. Qo'chqor chiroyli qilib qo'chqorga qo'shib qo'yasiz uyingizga, maza qilib boqasiz akalar. Baraka topadigan qo'ylar mana shu bo'ladi akalar. Sizlarga tavsiya qilaveramiz akalar. Xudo xolasa sog'lom joydan aka. Endi aka, Dilshod aka bularni chiroyli qilib maqtavryapmiz. Narxi qanaqa bo'ladi aka, narxi? Narxi o'ta yengil. Sherzodbek 32 33 yo'q. Hop. Obunachilar uchun 3 million 100 mingdan olinsin. Hop. Bir joyga sotdim. 3 million 100 ming so'mdanmi? Hammasiga. Hammasini bir joyga olinsin. Endi yomg'ir yog'yapti aka, o'zingiz ham ko'ryapsiz. Tez olishimiz kerak. Chiroyli qilib narxi bering aka. Chiroyli qilib aniqlaymiz. Savdosini pishiramiz aka. Ochiq savdo qilaylik bugun. Ammo Sherzodbek ham yomon narx aytmadi. Yaxshi narx aytdingiz, lekin 32 33 demadi. boshda aytib qo'ydik aka. Bahor keldi, sezon boshlandi. Endi sezonga 3 million 100 demang, tek kelishtiring aka, chiroyli qilib. Bo'ldi, kelishsin. Kelishamiz. Nech pul qilamiz? Kelishamiz bu. Yo'q, kelishamizga ish bitmaydi aka, bilasiz. Nech pul qilamiz buni? Keyin qo'lni bering. Sherzodbek hammasini olsin. Hop, 3 milliondan. 3 million so'mdan? 3 milliondan hammasini olsin bir joyga. Aka, sizniki emas, meniki emas, mana shu
oxiri ekan aka. Qo'rangiz bo'shabdi, mana shularni ham sotasiz. Yangi partiya olib kelaverasiz bo'lmasa. 3 million demang aka buni. 2 million 900 ming so'mni hammasini olgan odamga. Hammasini bir joyga olsa 2 million 900 mingdan bor ekan. Barakasini bersin aka. Xudo xolasa akalar sizlarga tavsiya qilaveramiz sog'lom joytidan. Barra qo'zlarni sutga to'ygan varianti. Immunitet ham juda baquvvat akalar. Qishda tug'ilgan akalar barralar immuniteti baquvvat bo'ladi. Uyingizga borib akalar yem hashakni oz-mozdan beradigan bo'lsangiz akalar baraka topib turib akalar xudo xolasa uyingizni qo'radagi qo'rangizni qo'yga to'ldirib beradigan variant shudir akalar. Xudo xolasa narx-navosi sifat soliqlari to'g'ri keladigan bo'lsa akalar bemalol aloqa chiqarasizlar akalar. Biz keyingi videolarda keyingi partiyada olib chiqaramiz akalar. Sherzodbek videoni boshida aytdim, 2 million 200 mingga dedim-a. Hop. Mana mana shu qo'y. Mana shu qo'y. 2 million 200 ming so'mdan. 2 million 200 mingga olishdi mana. Qo'chqormi, sovliqmi? Sovliq. Sovliq aka. Xudo xolasa sutga to'ygan bu ham, ha? Sutga to'ygan. Hashak tanidimi? Ha, hashak taniydi aka. Bir hafta sinov bor. Bir hafta sinov sinamog'i bor akalar. Ha, o'tda xotirjam yuraveradi. Yashang aka. Endi Alloh rozi bo'lsin aka. Endi ikkinchi partiyamizga qanaqalarni chiqaramiz aka? Mana yemga tayyori bor, Alisher. Hop. Sherzodbek, mana. Yemga tayyor akalar. Xudo xolasa oyoq qo'li baquvvat akalar. Bular ham yemini yeb turgan akalar, sog'lom joytidan akalar. Xudo xolasa endi yomg'ir yog'yapti, uncha yugurtirmay qo'ying akalar. Juni yo'q ekan, lekin Sherzodbek mo'lay ko'ring. Mana Qo'ydi. Badallari ham semiz ekan. Xudo Baliq xolasa olib qo'yilgan variantida akalar. Xudo xolasa endi qo'ylarni yugurtirmay qo'ying. Yomg'ir yog'yapti, siyg'anib ketyapti, boshqa bo'lyapti, lekin juni yo'q ekan endi. Shamollar qolishi mumkin. O'shanga mashina o'zida aylantirib, shayda o'zida video qo'yaveramiz aka. Endi soni nechta ekan endi bularni? 6 ta. 6 ta. Xudo xolasa yoshlarga qanaqa? Bu 10-11 oylik. 10-11 oylik atrofidagi katta qo'chqorlar akalar. Xudo xolasa qurvoliqacha boqasak, xatovoy qo'chqor bo'ladi. Xudo xolasa qo'chqorlarimiz, lekin badallari ham ko'rinib turibdi akalar. Badallari ham semiz bo'lgan variantidan. Bemalol uyingizga borib akalar boqilaveradigan variantidan. Mo'lay ko'ring, Alisher. Mana akalar. Qo'chqordi ham, so'rdan akalar, yorma dumbalaridan akalar. Xudo xolasa polvonadan oyoq qo'llari baquvvat iligi to'la variantidan akalar. Bularda tavsiya qilaveramiz. Maza qilib uyingizga borib boqasiz akalar. Maza qilib boqsangiz akalar, xudo xolasa qurvoliqacha xatovoy qo'chqor bo'ladi akalar. Xudo xolasa qo'chqorlarimiz zo'r akalar, yemini yeb turgan variantdan ha. Ha, yemini bayavoy yeb turgan. Bayavoy yeb turgan variantdan akalar, xudo xolasa. Endi aka, bularda bo'yini nechaga beramiz bo'yini? Buni bo'yi 80 nari bera olsin. 80 piliska olishaveradi, hammasini. Sog'lomligi sog'lommi? Ha. Sog'lommi? Endi hozir bittasi yo'tilib bordi, o'shanga o'xshab endi mabodo endi bitta yarimta endi ichida bo'ladi. Endi ko'ryapsiz, mana bir-biriga tiqilib yuryapti akalar. Lekin qo'ylarimiz sog'lom. 1 hafta garantiyasi bormi? 1 hafta garantiyasi bor. 1 hafta. 1 hafta garantiyasi bor. Yeb ichariga, boshqasiga 1 hafta sinov bor. 1 hafta sinov-sinomog'i bor, lekin sinov olishaveradi. Qo'chqorlarimiz o'ta ham go'zal akalar. Gazi ham uzun. Dumbalari ham tikka dumba akalar. Ichida solpi dumbasi yo'q. Hamma joyda kelishgan variantida akalar. Ha, mana uni akalar ko'rmaysizlarmi akalar? Gazini ko'rmaysizlarmi? Juda ham uzun, 1 metrga yetadigan variant akalar. Xudo xolasa olib borib boqasiz akalar. Baraka topib turadigan qo'ylar mana shu bo'ladi akalar, xudo xolasa. Endi aka, bularni narxini qanaqa qilamiz endi narxini? Narxi Sherzodbek 55-54 emas. Hop. Oltasini bir joyga olishsin. Oltasini bir joyga 5 million 300 mingdan ketdi. 5 million 300 ming so'mdan hammasini olgan odamga. Hammasini olganga. Ozmoz xayrni qilib bering aka. Hayit o'tib ketdi, bahor keldi aka, xudo xolasa. Endi Xudoning rahmi kelib, yomg'ir ham yog'ib turibdi. Ozmoz o'tib bering endi buni. Bo'ldi. Hammasini olsin 5 million 200 mingdan. 5 million 200 ming so'm, 100 ming o'tadi solasizmi? Sunnatiga yana 100 ming o'tgan aka, hammasini olgan odamga. Obunachilarga, menga emas. Bo'ldi, mana obunachilar uchun, sizlar uchun 5 million 100 mingdan olishsin. 5 million 100 ming so'mdan hammasini olgan odamga. Dastlabkasi qanaqa bo'ladi? Dastlabkasi. Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab besplatni u yog'iga kelishaveradi. U yog'iga kelishamiz. Dastlabki xizmati bor, axir. Besplatni. Yashang aka. Xudo xolasa akalar, vodiy bo'ylab besplatni akalar, lekin Toshkent u yog'iga akalar dastlabki xizmatimiz bor, lekin oz-moz padishga qilib yuborishadi aka. Xudo xolasa uyingizga yetib boradigan variant akalar. Qo'chqorlarimiz haqiqatan yerimga tayyorda bo'ladigan payti. Hasa boqishiga kelgan payti ekan akalar qo'chqorlarimiz. Haqiqatan sog'lom. Yemni taniydi akalar. Oz-moz yarim kilo yemini yeb turgan variantdan akalar. Maza qilib boqaman degan obunachilarimiz uchun bemalol tavsiya qilaveramiz aka. Narx-navosi, sifat, sog'lik, salomatlikga to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol pastdan nomerga aloqa chiqasizlar akalar. Xudo xolasa qo'ylarimizni qimmat sirasangiz ham, arzon sirasangiz ham akalar, telefon qiling, yangi partiya kelyapti. Ertaga xudo xolasa yangi partiya kelyapti. Bugun kelyapti kechqurun. Kelishaversin.
kelishaversin ha. Kelishaversin Nechta ertaga. kelyapti? Bir 200 talar ahbag'ida kelyapti. 200 ta atrofida qo'y kelyapti, lekin telefon qilishadi. Telefon Xudo qilsa- xolasa, bu qo'y bo'lmasa ham boshqa qo'ydan xudo xolasa ishlarni bitirib chiqarib yuboramiz mana shu yerdan. chiqariladi. Ya'ni akalar, xudo xolasa, haqiqatdan qo'ylarimiz sog'lom akalar. Tavsiya qilaveramiz akalar, ish bitiriladigan holati bor. Video syomkasini ham alohida tashlab berishadi. Ha, Narx-navosi, sifat solish Telegramdan salomatlik to'g'ri tashlab kelsa, beraveramiz syomkalarni. a'lo darajada akalar, xudo xolasa, telefon qilaverasizlar akalar. Ishlarni bitiriladigan holati bor. Biz bo'lmasa shu joyda o'z syomkalarimizni yakunladik akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.